Әйжио докладыда Мюнхенде ilib berilgan Olimpikdan ilgirki jasuslik harakatlari to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Mюнхенде ilib berilgan jasuslik harakatlarimiz nihoyat ko'ngillik, ozoda ilib berilgan edi. U chog'dagi jasuslik harakatimizda biz Mюнхендagi esil mehmon saroylardan yotoq ilib qo'yatdik. Mehmonxonani kundadagidek almashtiratdik. Sababi har kunligi uchirchadigan Mюнхендagi quloqlarimizga Mюнхендagi adresimizni bildirmaslik edi. O'xshashla Berlin va boshqa shaharlardami bu usulni qo'llanatdik. Mюнхендagi asosli vazifamiz Dunyo Uyg'ur qurultayining yangi fikrlarini to'plash bilan birga Germaniyadagi nuqtaliq bir qancha kishi haqidagi fikrlarni yig'ish edi. Chunki Germaniyada bizga eng muhim bo'lgan shaxs Sharq Turkiston mustaqillik harakatining rahbarlaridan Aysa Yusuf Olibtekinning o'g'li Erkin Olibtekin edi. Chunki u pishqon siyosatchi bo'lganlikdan o'zining so'z harakatini davron qilmaydi. Uning Tibet va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan bo'lgan qo'yiq munosabati o'zining va Aysa Olibtekinning Turkiya va islom ellardagi nopusidan foydalanib Uyg'ur davosiga ko'plagan hassalarni qo'shganligi uchun Xitoy davlati uni xatarlik shaxs deb qaraydi. Erkin Olibtekin yurak kasali bilan operatsiya qilinadigan kuni Xitoydagi barliq bexatarlik tarmoqlarimiz Yevropadagi bo'libmi Germaniyadagi quloqlarimizni 24 soatlik uning operatsiya ahvolini egallashga buyurilgan edi. Shu orliqda ba'zilar uni operatsiyada o'libdi deyishdi, ba'zilar hayot deyishdi. Shu kuni nurg'un talash tortishlar bo'ldi. Ammo u hayot ekan. Mюнхендagi harakatlarimiz shunchalik ozoda ediki, biz hatto shu yerda o'ltirishliq Uyg'urlarning uylariga bemalol berib kelalaydik. Hatto Uyg'ur avtonom rayonga tuqqan yo'qlashga berib, bizning qo'limizga tushib qolgan. Ammo talablarimizga ko'nmay, Urumchida bizning odamlarimiz bilan jidallashgan Mюнхендagi bir Uyg'ur yigitning telefon nomerini tepib, mening xizmatdoshim Xo'ja Ahmad u jidalxo'rga telefon qilib, "Mana men Mюнхенga keldim. Nochi bo'lsang, Dunyo Uyg'ur qurultayiga deb o'ltirgizvatmamsan" deb vaqirdi. Ammo u jidalxo'rmi bo'sh kelmay, telefonda "Xudo buyursa senlarni bir kuni o'zim o'ltirib o'taman" deb javob berganligini Xo'ja Ahmaddan bildim. Mюнхenda 2007-yilning yoz kunlarining birida to'satdilla bizning odamlarimizning harakati Germaniya bexatarlik tarmoqlari tarafidan sezilib qoldi. Shuning bilan men Xo'ja Ahmad va Vangli uchimiz ayrim harakat qilib, oxiri omon-eson Parijga yetib berib oldik. Ayjiya dokladida 2011-yili 11-sentabr Germaniyada sotlangan, o'zini Shuhrat deb atab olgan Lansing ismli Xitoy jasusi haqida to'xtalib mundaq dedi. Lansingning Xitoy va Uyg'ur tillarini yaxshi biladiganligidan iborat bu ortiqchiligidan foydalanib, biz uni O'rta Sharqdagi neft makoni Saudiya Arabistonga avatishga planlagan edik. Ammo o'ylamagan yerdan u Germaniya tarafning to'riga tushib qoldi. Bizning Makkada erdan tul qolgan ko'plagan boyligi bor Satang XX bir qulug'imiz bor edi. U Satang ko'pincha Makkadagi boylarning so'rovlariga qatnashatdi. U bu orqali Saudiya Arabistondagi Uyg'ur boylari to'g'risidagi fikrlar va boshqa jihatdagi fikrlarni bizga yo'llab tursimi, ammo u xonimning madaniyat saviyasi yuqori bo'lmaganlikdan yo'llagan fikrlarda kamchiliklar ko'p edi. Shunga biz XX quloq xonim bilan so'zlashib, uning Germaniyadagi Lansing bilan to'y qilishiga taklif berdik. Sababi jasus komandori Lansing o'zi o'qituvchi bo'lg'achqa, shundaqla Shiva millatidan bo'lganlikdan uning yo'llagan axborotini ishonchlik va atrofliq deb bilishga bo'ladi. Ammo keyin bilsam, bizning Saudiya Arabistondagi XX quloq xonim uni yaratmay qo'yibdi. XX Satang quloq xonim afsus keyin kasal sababi bilan vafot bo'ldi. Ayjiya dokladini davomlashtirib mundaq dedi. Saudiya Arabistondagi Uyg'urlarni Xitoy hukumati chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining iqtisodiy manbasining bulg'i deb qaraydi. Xitoy hukumatining Saudiya Arabistonga yaqinlashish orqali Saudiya Arabiston hukumatidan Uyg'ur boylarining chet eldagi Uyg'ur tashkilotlariga iqtisodiy yordam qilmasligini ko'p qatim o'tingan bo'lsa-mu, ammo Saudiya hukumati bu ishga faqatla ko'ngil bo'lmadi. Saudiya Arabistonda
Uyg'urlarning boylarining ko'p bo'lishi bilan birga Uyg'ur ziyolilari hukumatning muhim xizmat o'rinlariga vazifalarga qo'yilgan. Shunga ular o'zining o'rnidan foydalanib, chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarga ko'proq yordamda bo'ladi va yordamda bo'layotidi. Xitoy davlati uchun Saudiya Arabistonda hammadan xatarlik deb qaralgan inson Rahmatulloh Inoyatullohdir. Rahmatulloh hukumatda yuqori mansab va amalga ega. U izchil, yoshirin holda chet eldagi Sharq Turkiston mustaqillik harakatini qo'llab keldi. Oxirida ziyoratimizni qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Dolqin Aysa Lansing haqida to'xtalib mundoq dedi. Bu yerda Lansing Uyg'urcha ismi Shuhrat deydigan 2009-12 oyda uning bilan qo'shib yana 4 kishining uyi oqtirildi. Buning ichida 3 kishi mahkamaga chiqarib, birisi Uyg'ur, birisi Xitoy, birisi bu mahkamasi bo'lib, bularga Germaniya qonunlari bo'yicha bu yerda josuslik faoliyatlari bilan shug'ullangan degan gunoh bilan, jinoyat bilan bular o'xshash bo'lmagan darajada moddiy va shundaqla har xil shakldagi Germaniya qonunlari bo'yicha jazolandi. Mahkamaga chiqqan. Buning birisi shu, ya'ni Lansing degan, uning ismi yo'qilganiga Shuhrat bu orliqda bu Sari Arabistonga berib voyaj qilib kelganligini, bir Uyg'ur ayol bilan to'y qilganlik o'xshaydigan mana gaplarni anglaganmizmi? Bu hamda G'urjida o'z vaqtida bir o'rta maktabda muallimkan, hatto Germaniyaga siyosiy izdiyoq kelgan bir qism qarindoshlarimizdan aşağıda. Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Yaponiyadan Hoji Qutlug' Qodiri tayyorladi.